So'z murojaat TV. Oila kodeksining 23-moddasi er va xotinning nikoh davrida orttirilgan mol-mulklari, ularning daromadlari hamda umumiy mablag'lari evaziga olingan buyumlar qonunga ko'ra ularning birgalikdagi umumiy mulki hisoblanadi deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, ko'rsatuvimizga murojaat qilgan fuqarolarning advokati himoyasi ostidagi fuqarolarga nisbatan qonunlar ishlamayotganligini ta'kidlamoqda. Ikkalasi 2001-yilda qonuniy nikohdan o'tgan. 2014-yilda qonuniy nikohdan ajrashgan bular. O'sha qonuniy nikohlari davrida mana shu mulkni ular olishgan. Shahar hokimining qarori bor. Bundan keyin o'sha mulkni olgandan keyin fuqarolik sudiga berilib, sudning qaroriga asosan mana shu Urganch ko'chasi 1-Boshi-Berk 11-uy Narziqulov Xurshid bilan Narziqulov va Shahnozaning umumiy mulki, ya'ni 50 ga 50 deb sudda qaror chiqqan. Hozirgi paytda Narziqulov va Shahnoza kelib, mana ichki ishlarni chaqirgan. Bu yerda avval boshqa darvoza edi. U darvozani hech qanaqangi sudning qarorisiz buzib, ichkariga kirib, mana shu balandlikda devorni o'rgan, darvozani qo'ygan, kalitini hozir hech kimga bermayapti. Ichkarida esa qo'ylari bor. Qo'ylar ozuqasiz, suvsiz qolib ketgan. Bundan tashqari bir necha yillik daraxtlar bor. O'shalarga masalan suvni berish kerak, ta'lim qarash kerak. Mana shu holatlar yuzasidan o'sha himoya ostida bo'lgan Narziqulov Xurshid o'sha murojaat qildi. Qonuniy tartibda yechilishi. Qisqacha yana bitta narsani qo'shib ketmoqchi edimki, Narziqulov va Shahnoza mana shu darvozani buzib kirayotgan paytda ichki ishlar xodimlari shu yerda bo'lgan. Lekin uning o'zganing mulki, ya'ni o'zganing mulki deganda eri xotinning umumiy mulki hisoblangan darvozani buzishiga yo'l qo'yib bergan. Advokatning aytishicha, umum foydalanishdagi mulkni buzib kirilishida ichki ishlar xodimlari ham qatnashgan, ammo sudning qarori yo'qligi hech kimni ta'jublantirmagan ekan. Agar uyga kirmoqchi bo'lsa va ikkinchi taraf agar qarshilik qilgan bo'lsa, sudning qarori chiqishi kerak edi, uyga majburiy kiritib qo'yish haqida. Shundagina fuqarolik munosabatiga mib kelib kiritib qo'yishga haqqi bor edi. Lekin Narziqulov Jahongir, o'sha Narziqulov Xurshidning ukasi darvozani mulkni buzishiga oldin olmoqchi bo'lgan paytda ichki ishlar xodimlari qo'ldan tortib uni o'sha darvozani buzishiga yo'l qo'yib bergan. 2018-yilning 17-may kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi Narziqulovlarning murojaatini o'rganib chiqib, Xo'ja Ahroriy Vali ko'chasi 19-A uyning 22,9 kvadrat metrli bitta xonadan iborat 349,20 kvadratli yer maydonga ega bo'lgan hovli umumiy mulk deb topilgan. 2025-yilda Narziqulov va Shahnoza o'zi aslida Amerikada o'sha green card asosida yashagan, umuman kelmagan. 2014-yildan boshlab biron marta kelmagan. 24-yilda kelib mulkni bo'lish haqida sudga ariza berdi. Lekin sudning qarori bilan uning mulkni bo'lish to'g'risidagi da'vo arizasi rad qilindi. Shundan so'ng Narziqulov va Shahnoza umumiy mulkdan foydalanish tartibini belgilash haqida sudga murojaat qildi va sudning qarori bilan mana shu 439 kvadrat jami yer maydoni 223 kvadrati Narziqulov va Shahnozaga, 216 kvadrati Narziqulov Xurshidga foydalanish tartibi belgilab berildi. Mana shu holatda Narziqulov va Shahnoza qanaqadir yo'llar bilan men aytmoqchimanki, ko'zim bilan ko'rmaganman, korrupsion holat bo'lgan-bo'lmaganligini ayta olmayman, lekin kadastrda 223 kvadratini o'zining nomiga davlat ro'yxatidan o'tkazib olishga erishgan va bundan keyin u Suhrob familiyasini aytdi, o'sha Suhrob ismli shaxsga notarial tartibda oldi-sotdi qilyapti 223 kvadratini. Keyin biz sudga murojaat qildik, oldi-sotdi shartnomasini haq emas deb topish haqida. Bu umumiy mulk uni sotib bo'lmasdi degan vaj bilan keltirganimizdan keyin sudning qarori bilan oldi-sotdi shartnomasi bekor bo'ldi. Bundan tashqari o'sha sudning foydalanish tartibini belgilash to'g'risidagi qaror ham 2025-yil 31-iyuldagi sudning qarori bilan rad qilindi. Hozirgi paytda uyning birlamchi holatiga qaytgan, ya'ni mazkur uy Narziqulov va Shahnoza bilan Narziqulov Xurshidning umumiy teng ulushli mulki hisoblanadi. Murojaatchilarning aytishicha, ikkinchi tarafning roziligisiz bir qator qonun talablarini buzgan holda harakatlar amalga oshirilgan ekan. Hozir shu buzishga, kirishga qanaqadir qaror ko'rsatildimi, yo'qmi? Birinchidan kirish bo'yicha hech qanaqangi sudning qarori ko'rsatilmagan, umuman bunaqa sud bo'lmagan. Agar sud bo'lganda men xabarim bo'lardi, men qatnashgan bo'lardim. Uyga majburiy kiritish haqida sudning qarori yo'q. Yana bir narsani qo'shishim kerak bu yerda, qo'shimcha qilib, Narziqulov va Shahnoza kirgandan keyin o'sha kadastr hujjatlarida, davlat reyestrida qayd qilingan 22,9 kvadrat metrli bitta yashash xonasini o'z boshimchalik bilan ikkinchi ulushlar Narziqulov Xurshidning roziligisiz buzib tashlagan. umumiy
mulk hisoblangan mulkni Narziqulova Shahnoza buzib tashlagan. Bu holat bo'yicha biz ichki ishlarga murojaat qilganmiz, lekin hali natijasi yo'q. Qancha bo'ldi murojaat qilganlaringiz? 2 kun bo'ldi. 2 kun murojaat qildik. 2 kun oldin. Javob berilgani yo'q hozircha. Javob berilgani yo'q. Endi javob berilsa kerak, ha tekshirish muddati bor. Agar tekshirish muddati bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Boya aytib o'tdim, o'sha qo'ylar masalasida, qo'ylar hozirgi paytda o'sha bir necha kundan beri mana darvozani qo'ygandan beri hozir yemsiz, suvsiz qolib ketgan. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 111-moddasi bor agar adashmasam, u yerda hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish uchun javobgarlik belgilangan. Mana bir necha kundan beri o'sha 10 bosh qo'y yemsiz va suvsiz qoldirilib, aynan biz bu holatda Narziqulova Shahnozaning o'sha aybi bor deb hisoblaymiz. Mana shu holatga ham kelajakda ichki ishlar xodimlari baho berishlarini so'ragan bo'lardim. Guvohlar eshikni buzish jarayonida qanday holat bo'lganligini aytishdi. Kuni kelganimga endi chisosi esimga yo'q. Kelganimga o'sha darvoza buzgan edi. Buzilib o'sha kirib, hammasini misoliga o'sha taxlab, aytdiki devorlarni quramiz deb o'sha rejalab hammasini taxlab qo'ygan edi. Ustalar ham bor. Men keldim, nimaga buzgan desam agar ikkiniki u mulk deyapman-da. O 50 ku qanday u siz hujjatga bo'lmaganda siz buzayapsizlar desam agar ular aytayaptiki, u yo'q Amerikada, shuning uchun kelsa keyin gaplashamiz deyapti. Atak shuning uchun kelib hammasini buzib tayyorlab o'sha nimalarni, bloklarni kirgizib nima qilib tayladi. Devorni terib tayladi. Keyin men ichki ishlar xodimiga kattasiga aytdimki, Ahmedjon akaga, aka dedim, nima bo'lyapti desam agar aytayaptiki, Murodjon janjal bo'lmasligi uchun rassorsiz teradi devorni, keyin kalini olib beraman dedi. Hay dedim, gap yo'q deb shunday bo'lsa, men dedim, lekin mana 4 kun 5 kun o'tdi, shu yerda qo'ylar bor, nima yeyapti, nima bo'lyapti, yana kalini ham olib bermagan. Men shuni ko'zim bilan ko'rdim. Buzib kirishga bironta qarormi, bironta hujjat ko'rsatdimi? Yo'q, buzishga ularning qarori ham hech narsa yo'q. Aniq bugungacha u qarori ham yo'q, u majbur kirgizishga ham ularning misoliga sud tomonidan hech qog'ozi ham yo'q. Xo'sh, ayolning advokati bu ayblovlarga qanday javob beradi? Haqiqatan ham bu yerda 2014-yildan beri Narziqulova Shahnoza sobiq turmush o'rtog'i Narziqulov Xurshid bilan ajrashgandan keyin 2014-yil, 2010-yil bular shu yerda ya'ni Shahnozaga egalik chiqqan. Himoya masjididagi Narziqulova Shahnoza ushbu mulkni e'tirof etgandan keyin kadastr hujjatlarini shakllantirilgan. Mana 2014-yil 28-03-da bino kitobiga asosan ro'yxatdan o'tkazyapti. Ya'ni davr reyestridan o'tkazyapti. Davr reyestridan qaratsa, e'tibor qarasangiz, mulk huquq egasi kim? Narziqulova Shahnoza. Bu yerda hozirgi kungacha turmush o'rtog'i Xurshidni hech qanaqa mulk egasi yoki mana Shahnozani mana bu yerda ko'rsatilgan orderi mulkka nisbatan yoki ko'chirmasi mavjud emas. Ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan. Sud qarorlari mavjud. Ajrashgan, umumiy mulk qilgan mavjud. Uni e'tiroz yo'q. O'zbekiston Respublikasining 800-qonuni, ko'chmas mulklarga bo'lgan davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida qonuni 803ning tegishli bandlariga asosan sud qarorlari, hokim qarorlari yoki umrbod egalik qilish uchun hadya, shartnomalar davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak. Mulk shakllanish uchun. Agar sudning qarorini ko'tarib yurib, sud qarori chiqarib yursak, mulk shakllanmasa, bo'lmasa, u muddat degan narsa bor. U muddat qo'llanishi bor. Masalan, erta apellyatsiya berish bor, kassatsiya berish bor, to'g'rimi? Shuning uchun hozirgi kunda Shahnoza Narziqulova 100% mulkdor bu yerga. O'zini mulkiga 2026-yil, 25-yil yanvar holatda ma'muriy holat bo'lgan, ya'ni devorlar buzib kirilgan. Bu ham ichki ishlarda 102 qilingan, ma'muriy qilingan, javobgar qilintirilgan, tegishli buzib kirgan odamlar. Bundan tashqari yaqinda birgalikda keldik. Shu mulkda masalan bular oldi sot shartnoma, Shahnoza o'z ulushini boshqa birovga sotgan. Asadovga sotgan. Oldi sot shartnomasini sud orqali ishonchli vakili advokat bilan bekor qildirishdi. Unga e'tiroz yo'q. Ichki ishlar xodimini ham chaqirtirganda e'tirozimiz yo'q. Bo'ldi, rozimiz. Shahnoza qaytgan bo'lsa, Shahnoza o'zining mulkini xabar olgani keldi. Xabar olgani kelsa, ya'ni mulk joyidami yo'qmi deb kelsa, doroza varid qilingan. Ko'na doroza. Ichkari tomondan. Ichkari tomondan shlaka bo'laklar kiritib tashlangan.
Endi shunda savol uyanadi. Mulkdor o'z mulkiga kirishga, foydalanishga, xabar olishga haqqi bormi yo'qmi? Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida murojaat manziliga viloyat kadastr palatasi mas'ullarini ham taklif qildik, ammo bizga yozma murojaat qiling yoki uchinchi shaxsga ma'lumotni oshkor qila olmaymiz degan vajlar bilan o'zlarini olib qochishdi. Mana bu advokat tomonidan kiritilgan so'rovnomaga javoban bu uy umumiy mulk deb e'tirof etiladi deya qayd etilgan bo'lsa-da, negadir oldi-sotdi shartnomasi imzolanayotgan vaqtda 100% ulushga aylanib, 223 kvadratli yer maydoni 22,9 kvadratlik bir xonasi bilan sotilib, notarial idora orqali rasmiylashtirilgan. Ammo ko'p o'tmasdan yer maydoni qayta ro'yxatdan o'tkazish vaqtida 100% ulush bilan 439,2 kvadratga o'zgartirilgan. Bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishchilikmi? Rostini aytsam, biz bila olmadik. Hatto bu murojaatni 2026-yil 23-iyunda ko'rib chiqqan Samarqand shahar fuqarolik ishlari bo'yicha sud tomonidan ham oldi-sot shartnomasi bekor qilingan u raqamlarga qasddan o'zgartirish kiritgan kadastr xodimlariga nisbatan xususiy ajrim chiqarilmagan ekan. Jurnalistik surishtiruv vaqtida aniqlanishicha, shahar arxitekturadan qayta qurish yoki rekonstruksiyaga ruxsat olinmagan holda qurilish ta'mirlashlar olib borilmoqda ekan. Devor qurildi yaqinda. Man Shenka qoidalariga mos keladimi, nima deb o'ylaysiz? O'zingizda inson fa. Qarang, Shenka qoidalar fundament mana men sizga boya hozir ko'rsatdim. Mana fundament devor yana tushundim. Bor, mana temir beton keling, oling. Mana shu savolga javob beraylik. Mana hurmatli Chingiz aka, fundament dedida, mana shu devor, mana bu devor bo'lsa, mana bu beton, mana shunday ochib ko'rsam bu beton. Bu loy emas, boshqa emas, fundament deyiladi. Fundament hisoblanmaydi u. Biz fundament deymiz buni. Qurilish ekspertizadan so'rasangiz ham fundamentini aytib beradi. Xohlasangiz men ekspertiza olib kelib beraman. Fundament beton quyilganligini. Ikkinchi tomonning aytishicha, qo'shnining oynalari bu hovliga qaragan ekan, ammo bu ikki uy aka-ukalarga tegishli ekanligini, bu yerda yaqingacha devor bo'lmaganligini aytishdi. Jumboqlar ko'p, ammo savollarning hammasiga ham javob topish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qonuniy aralashuvi kerak bo'ladi. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, bu murojaat chuqurroq o'rganilib, hujjatlarni soxtalashtirishga bo'lgan urinish jinoyat issiq izidan fosh etilar. Bu mavzuga yana qaytamiz. O'z murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.